Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun inshaalloh nun harfini o'qishni o'rganamiz. Nun harfini 4 ta ko'rinishi bor. Mana alohida shakli, so'z boshida, so'z o'rtasida va so'z oxiridagi shakllari. Ya'ni bu harf ham o'zidan oldingi va keyingi harflarga qo'l beradi. Maxraji, til uchi quyi qismi o'zbek tilidagi nun kabi talaffuz qilinadi. Bu harf yana o'zimizda bor. Ya'ni talaffuzi oson inshaalloh. Xo'p, yozuvda shu 4 ta ko'rinishi bor dedik va e'tibor beringlar, bu qozoni mana satr pastiga, ya'ni chiziqda pastiga tushib yoziladi. Mana bu yoqda e'tibor bersanglar, mana chiziq turibdi, chiziqda pastiga tushyapti. B bo'lsa, nima qildik? Satr tepasiga yozdik. Xo'p, o'qishni o'rganamiz. Xo'p, bu harfimiz A bo'ldi. Ana, A, nun, ya'ni so'z boshlash shakli bu. Nimaga bu shaklda yozildi? Chunki alif o'zidan keyingi harfga qo'shilmasdi. Shuning uchun bu so'z boshidagi shaklni bu yoqqa yozilyapti. Xo'p, A, na, tepadagi tayoqchalarga e'tibor beringlar. Fathalariga buni A o'qishimiz kerak bo'ladi. A, N, A. Ana. Xo'p, keyingisi B, bu B dedik. Tagida nun bilan farqqa e'tibor beringlar. Tagida B'da tagida nuqtasi bo'ladi, nunni bo'lsa tepasida bo'ladi nuqtasi. Xo'p, o'qiymiz. Bannaun. Xo'p, yana bitta yangi belgimiz chiqdi bu yerda, tashdid. Bu mana taroqqa o'xshagan belgi, tashdid deyiladi. Bu harfni ikkita o'qishimiz kerak degani. Ya'ni nunda ikkita o'qiymiz bu yerda. Bannaun. Keyingisi tayoqcha pastda bo'lyapti, buni i o'qiymiz. Ibnun. Ibnun. Keyingi so'zimiz babani. Babani. Xo'p, bu yoqdagi lug'atlar bilan ham tanishib chiqamiz. Ana, ibnun, bannaun, babani. Bularni yodlab olinglar. Xo'p, pastdagini ham o'qiymiz. Ana bannaun, men quruvchiman. Ana men bo'ldi, bannaun quruvchi ekan. Men quruvchiman. Ana ibnun. Ana men dedik, ibnun o'g'il. Ana ibnun, men o'g'ilman. Ana abun, men otaman deyapti. Ana men abun, o'tgan darsda o'tganda ota degani. Men otaman. Xo'p, kanalga a'zo bo'lib qo'yinglar inshaalloh. Qolgan harflarni ham o'rganib chiqamiz inshaalloh. Ma'assalama.